So'nggi vaqtlarda aholini ekologik madaniyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, chiqindiga bo'lgan munosabat va uni saralash borasidagi ishlarni misol sifatida aytishimiz mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani singari vohamiz markazida ham zamonaviy chiqindixonalar tashkil etilgani aholini tabiat va atrof muhitga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgarishga xizmat qilmoqda. Navbatdagi jonli bog'lanishimizda Durdona Eshmurodova shu haqda so'z yuritadi. Bugungi kunda chiqindilarning 800 xildan ortiq turi qayd etilgan. Yildan yilga biz iste'mol qilayotgan va foydalanayotgan mahsulotlar sonining ortib borayotganligi uchun ham chiqindilarning soni ham ko'payib boryapti. Bizning qo'limizda turgan ushbu plastik idish esa umuman olganda 500 yilda chiriydi. Agar u suv ostiga tushib ketsa, dengiz osti hayvonlariga, baliqlarga katta zarar keltiradi. Shu boisdan ham bugungi kunda chiqindilarni tartibga solish muhim vazifalardan biri bo'lib kelyapti. Biz turgan ushbu maydoncha esa aynan Tuproqqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli 6-sonli chiqindilarni tartibga solish shoxobchasi hisoblanadi. Bu yerda 10 dan ortiq chiqindilarni tartibga solish uchun maxsus idishlar bor va aholi non mahsulotlari, tibbiy asboblar yoki oziq-ovqat buyumlarini, qog'oz buyumlarni alohida chiqindi idishlarga tashlaydi va qayta ishlash uchun yuboriladi. Aynan keling mutaxassis chiqindilarni tartibga solish va ushbu maydonchalarni doimiy nazoratga olish bo'yicha mas'ul xodim bizga hozir shahrimizda bu kabi chiqindixonalar nechtani tashkil etishi xususida ma'lumotlarni aytib o'tadilar. Assalomu alaykum, avvalambor. Termiz shahrida shunaqangi chiqindilardan 28 ta bor. Mana shunaqangi zamonaviy chiqindilardan esa 8 nafari tashkil etadi. 25-yilda biz shunaqangi zamonaviy chiqindilardan 50 nafar qurmoqchimiz. Hozirgi paytda mana shunaqangi sharoiti bor zamonaviy chiqindilardan xalq foydalanishi uchun nazoratiga topshiryapmiz xalqqa. Bugungi kunda aynan Termiz shahrida 12 ta chiqindi poligonlari mavjud bo'lib, 6 tasi sanitar korxonalar hisoblanadi va chiqindilarni qayta ishlash, ularni tartibga solish, umuman olganda chiqindilarga qayta jon bag'ishlash tabiat uchun, insoniyat va hayvonot, nabotot olami uchun juda muhim. Buni hozir ekolog o'qituvchilarimiz ham ta'kidlab o'tishadi. Termiz davlat universiteti ekologiya kafedrasi o'qituvchisi Asadulla Muhammadiyevdan aynan shu haqida so'ramoqchimiz. Dunyo miqyosida chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha qanday yangiliklar amalga oshirilgan? Demak, biz chiqindilar deganda eng avvalo mamlakatimizda dunyodagi tajribalarni o'rgangan holda oxirgi yillarda mamlakatimizda ham o'sha chiqindilarni yig'ish, o'sha saralash bo'yicha bir qancha tajribalar o'rganilib, hayotga tatbiq qilinib kelinmoqda. Chiqindilarni o'zi saralashning tabiatga, o'sha bexilma-xillikka qanday o'sha ijobiy ta'sirlari bor deydigan bo'lsak, chiqindilarning avvalo bor saralash bu o'sha tabiiy resurslardan, ya'ni yerdan qazib olinadigan tabiiy resurslardan o'sha miqdorini kamaytirish, ya'ni o'sha qayta ishlash jarayonida biz tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish, bundan tashqari yer osti suvlariga zararlarni kamaytirish. Qolaversa biz o'sha chiqindilarni qayta ishlash orqali bir qancha o'sha tabiiy resurslardan yana qayta ikkilamchi foydalanish imkoniga ega bo'lamiz. Chiqindilarni bilamiz, uzoq yillar mobaynida o'sha chirish jarayoni kechadi. Masalan, rivojlangan mamlakatlardan misol keltiring, qaysi mamlakatlar ilg'or chiqindilarni qayta ishlashda? Bugungi kunda eng ilg'or mamlakatlar deb biz Shveysariyani keltirishimiz mumkin. Juda ham butun chiqindilarning 90% qayta ishlanadi. To'g'ri, Shveysariya hukumatining o'zi ham ta'kidlashadi, chiqindilarning juda ko'p katta miqdorini yoqib qayta energiya olishga sarflaydi. Ya'ni yoqish bu atmosfera havosiga juda katta ta'sir ko'rsatsa-da, lekin o'sha qayta ishlash, ya'ni birlamchi bo'lgan energiya oladi, ya'ni issiqlik energiyasi oladi, tok ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari Xitoy mamlakatini olishimiz mumkin, Yaponiya mamlakatini olishimiz mumkin. Xususan ta'kidlab o'tamiz, Xitoy mamlakati har yiliga o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda katta miqdorda chiqindilarni sotib oladi o'zi uchun, ya'ni qayta ishlash uchun sotib oladi. Ya'ni Xitoyda ham, Yaponiyada ham qayta ishlash, ya'ni chiqindilarni qayta ishlash darajasi juda ham yuqori ko'rsatkichlarda deb aytib o'tishimiz mumkin. Xususan biz mamlakatimizda chiqindilarni o'sha qayta ishlash darajasi qanday deb aytib o'tamiz. Shu o'rinda mamlakatimizda ham misol keltirib o'tib ketamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda aynan 30% dan oshiq butun chiqindilarning 30% dan ortig'rog'i qayta ishlanadigan chiqindilar. Bu ko'rsatkich 2025-2027 yillarda yana ham ortishni
o'sha inobatga olgan holda ta'kidlab o'tilmoqda. Buni biz dunyo miqyosida o'sha dunyo tajribasini o'rganib, o'sha 2028-yilga qadar 60% ga yetkazish nazarda tutilgan. Asosan biz chiqindilarni qayta ishlashning eng asosiy maqsadimiz bu tabiiy resurslarni tejash, qayta energiya olish, qayta mahsulotlar sifatida iste'molga chiqarish hisoblanadi. Ana endi o'sha tirik organizmlarga, o'simliklarga, hayvonlarga qanday ta'siri bor deydigan bo'lsak, hozirgi kunda o'sha biopolimer chiqindilar, ya'ni biopolimerlarni muomalaga chiqarish. Ya'ni ular biopolimerlar qanday mahsulotlar? Biz bir martalik foydalanadigan plastilin chiqindilarning o'rnini bosuvchi biopolimerlarni ishlab chiqarish tajribasini yo'lga qo'yilmoqda bugungi kunda. Ular tuproqqa tushganda, ya'ni biopolimerlar asosan bu organik mahsulotlardan olinadi. Misol uchun sholi, guruch po'stoqlari deylik, sholi po'stoqlardan olinadi. U tuproqqa tushganda uzog'i bilan 1-2 haftada yana tuproqqa chirindi sifatida yo'q bo'lib ketadi. Bu esa o'sha plastilin chiqindilardan bir muncha ustunlik taraflari bor. Chiqindilarni qayta ishlash, unga ikkinchi hayot baxsh etish juda muhim. Mana yuqorida ko'rib turibsiz. Aynan biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarimizni chiqindisidan biz biogazlar, biogomuslar, o'g'itlar ishlab chiqarishimiz mumkin. Shishalardan esa mozaika va plitkalar ishlab chiqarishimiz mumkin. Ishlatilgan plastmassalardan esa polietilen quvurlar ishlab chiqarishimiz mumkin. Hatto matolar ham plastik idishlardan tayyorlanishi mumkin. Yog'och chiqindilardan esa yoqilg'i briketlari tayyorlash mumkin. Bugungi kunda mana shunday innovatsion g'oyalarni o'ylayotgan yoshlar ham oramizda bo'lsa kerak. Albatta, tabiatni, atrof muhitni asrash barchamizning qo'limizda. Chunki oddiygina mahsulotlar, ya'ni polimerlar umuman chirimaydi. Biz har kun ishlatadigan mahsulot bor. Bu aynan bolalar tagligi. Ishonasizmi? U 250-500 yildagina chirir ekan. Hatto uni yoqib bo'lmaydi. Tabiatni asrash uchun aynan mana shu mahsulotlarni, ya'ni chiqindilarni tartibga solish, ularni saralash va qayta ishlash bugungi kunda oldimizda turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Voha 24 uchun Odil Piriyev, Nurbek Shaydullayev, Durdona Eshmurodova maxsus tayyorladi.